Azizlar, yaqin arada Shimbaye rayonida ulkan o'zgarishlar bo'ladi, ya'ni ulkan qurilish ishlari bo'ladi. Shimbaye rayoni jiddiy rivojlantirish bo'yicha bizga Turkiyadan mehmonlar O'nabi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalom, xush kelgansiz. Yaqin kelajakda Shimbaye tumanida qanday o'zgarishlar bo'ladi? Haqida batafsil aytasiz. Men ismim Onur, Turkiyadan arxitektor bo'lib O'zbekistonda 7 yildan beri ishlayapman. Shimbaye tuman hokimi Oybek aka bilan birga 3 oy 4 oydan beri shu loyiha ustida ishlayapmiz. Xudo xolasa yaqin kelajakda Kirgeli kanali yonida sayilgohlar paydo bo'ladi. Ko'ngilochar joylar, bolalar, ayollar, yosh odamlar uchun ko'ngilochar yaxshi tomoshaviy joylar paydo bo'ladi. Xudo xolasa ochiq ploshadlar, zilyoni bog'lar, sport maydonchalari shu ustida ishlab, faqat Kirgeli kanali yonidagi joylar bo'yicha emas, yangi O'zbekiston massivi bo'yicha o'taq yurtlar ishlab chiqarilgan turistik zonalar bo'yicha ham loyihalarimizni qadam-qadam ishladik. Katta rahmat. Sizga rahmat. Shimbaye tumanida kutamiz. Birga tashlashga tayyormiz. Kelib turamiz inshaalloh. Rahmat e'tiboringiz uchun.